Assalomu alaykum. Men Andijon viloyati O'zbosgan tumandanman. Ismim Toshboy Fayzjon. Ishonch savdolar markaziga kelgandim. Gilam sotib olish uchun 15 yillik rahmat aksiyasi ishtirokchisiga aylandim. Oradan qanchadir muddat o'tib 12 avtomobilni yutib oldim. Ishonch savdo markazi uchun rahmat. Avvalambor ishonchga ishonish kerak ekan. Bugun bayram sizlar uchun ajoyib qo'shiqlar marhamat. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.